Salom hammaga. 2025-yil 31 dekabr kuni Prezident uchun alohida yangi yil tabrigi videosi olgan edim. Buni tanishlardan iltimos qilgan edim tarqatishlarini, shtobi Prezidentga yetsin. Chunki men qancha bilaman, fuqarolar hech qachon Prezidentlarni tabriklamaydilar. Men ertalab uyg'ondim, 31-chисло, xayolimga keldi. Shunday qilsak bo'ladi-ku. Internet rivojlangan. Arzimagan bo'lsa ham bir nimasi bo'ladi. Ko'rgan odam xursand bo'ladi-ku, to'g'rimi? Odamlar qo'shnisini tabriklaydi. U podshoh, bizni prezidentimiz. Men o'ylaymanki, arziydigan odam, chunki biz uchun ozgina ish qilmagan. Bu hayotda hamma narsa prezidentlar asosan fuqarolar uchun nimalardir qiladi. Xohlaganim shu tabriklashi. Arziydigan odam bo'lgani uchun, shunga yarasha ishlagani uchun shu inson bir yil davomida, o'zi necha yil bo'lgan bo'lsa prezident bo'lganlariga, конечно, ishlayaptilar. Shu yil tabriklamoqchi edim. Lekin menga yetkazishlar bo'yicha ko'pchilik aytgan, bu ishingiz yaxshi emas. Nimaga yaxshi emas? Haqorat qilib internetga qo'yish yaxshi-yu, tabriklash yaxshi emasmi? Xullas, meni fikrim men yomon ish qilganim yo'q. Men xohlayman shtobi hamma o'zini prezidentini hurmat qilishini, prezidentlar ham fuqarolarni hurmat qilishini. Bu bayramlarda bir-birini tabriklash, bu qandaydir unga padxarlik qilish, paxta qo'yish emas-ku. Masalan, men o'zim O'zbekistonda emasman, lekin qayerda bo'lsam ham O'zbekistonning bayrog'ini ko'rsam yoki o'zbekcha kinolar ko'raman, misol uchun muzikalar eshitaman, menga yoqadi. Chet elda yashayotgan bo'lsam ham men o'zimni O'zbekiston fuqarosi deb bilaman. Shunaqa ekan, nima qilib o'zim prezidentimni tabriklasam, nimasi yomon edi? Kommentariyalar o'qidik. To'g'risi, kutilmagan kommentariyalar, fuqarolarning fikri shunaqa deb o'ylamagan edim.